ChatGPTga kirmoqchi bo'lganlar Google'ga kirib ChatGPT deb yozib qidiruvga bersanglar va qidiruv ichida chatgpt.com sayti shundoq bosasizlar mana ChatGPTga kiradi. Mana bu joyga istalgan so'rovni yozsangiz, bu so'rovga javob beradi ChatGPT. Prezentatsiya bor. Mana ChatGPT uchun eng kerakli promptlar. Bundan mana birinchi so'rovlarni aniqlashtirish kerak. Ko'p odamlar ChatGPTga qiziqqani bilan to'g'ri so'rovlar topishga qiynalishadi. Masalan, sizga turizm haqida maqola kerak bo'lsa yozmoqchisiz va siz menga sayohat haqida gapirib ber deb so'rashingiz mumkin va bu eng noto'g'ri yo'l. Bunga qanaqa so'rash kerak? Mana aniqlashtirish kerak mavzuni. Parijda nonushtadan keyin nonushtadan kechki ovqatgacha bo'lgan ajoyib kunni tasvirlab ber desangiz, aynan vaqtni, ertalabki vaqt va kechki vaqtgacha aniq rejalashtirib beradi sizga to'g'ri qilib. Keyin kompyuterni qanday tuzataman emas, Windows 11 da Wi-Fi ni qanday tezlashtirish mumkin? Aniq toch so'rash kerak. Xo'p, 5 ta oson usuli ChatGPTda takliflarni yaxshiroq yozishni. Birinchi, so'rovlarni moslashtirishingiz kerak. So'rovlarda fakt va ma'lumotlar bilan ta'minlashingiz kerak. Fakt bilan ishlatib, so'rovni o'zida fakt bilan ishlatsangiz, bundan ham aniq javob olasiz. Keyingi savollarni berish, ya'ni siz so'ragan narsangiz bilan cheklanib qolmasdan u bergan javobni yana ham aniqlashtirishga harakat qiling. Keyingi qo'shimcha savollar bering, yana ham uni beradigan javobi aniqlashib boradi. Iloji boricha aniq bo'lishga harakat qiling. Shunda aniq javoblar olasiz va uzoq so'rovlaringiz uzun, aniq, batafsil ma'lumotlar bilan to'liq bo'lsin. Xo'p, birinchi ko'radiganimiz mana ular uchun mana eng yaxshi ChatGPT promptlari, ya'ni so'rovlar mana. Birinchi, hozirda O'zbekistonda YouTube uchun trend bo'lgan eng yaxshi kalit so'zlar, ya'ni ключевое слово deydi. Shu kalit so'zlarga siz aniq yaxshilariga, eng yaxshilayotganlarni bilsangiz, buni ijtimoiy tarmoqlarda bemalol foydalanib, ijtimoiy tarmoqlarni ko'tarishingiz mumkin. Va shuni mana ChatGPTda so'rayman. ChatGPTda so'rasam, tak mana narsani so'radim. Bu mana hozirda mana trenddagi kalit so'zlar hashtaglar 2025 uchun mana birinchi o'rinda O'zbekiston ekan. Mana hashtag belgisi bilan yoziladi. Toshkent, O'zbek kino, O'zbek star, Reels, Rek, o'zbekcha, O'zbek food va Visit Uzbekistan. Va mana ko'ryapsiz, shu taglar eng ommabop ishlaydigan ekan. Kompyuter texnologiyalari haqidagi blog post uchun kontur tuzing. Xo'p, ko'ramiz. Mana bu 2005-yil uchun eng yangi tendensiyalar. Mana birinchisi mavzular, mana notebook kompyuter qurilmalari eng yaxshi modellar, sun'iy intellekt va maishiy o'rganish, bulutli texnologiyalar saqlash, kiberxavfsizlik, mobil texnologiyalar, O'zbekiston IT sohasini rivoji qilib mana 6 ta kelgusi mavzularni yaratib berdi. Ya'ni bizni rejalashtirib berdi. Shu ko'rinishda kontent olib borish mumkin ekan. Xo'p, endi YouTube kanalining ijobiy va salbiy tomonlari qanday? Ma'lumotlarni jadval shaklida taqdim eting, deyapti. Mayli, bu savolni tashlab ketay, men endi sal kamaytiraman, chunki video juda ham cho'zilib ketishi mumkin. Mana bu yerdagi savollarni bemalol berib ko'rishingiz mumkin. Men hammasini berib tekshirib ko'rganman. YouTube kanal, istalgan YouTube kanal nomini yozasiz va YouTube kanalining ijobiy va salbiy tomonlari qanday, ma'lumotlarni jadval shaklida taqdim et desangiz, shundoq qiladida ijobiy va salbiy tomonlarini o'zi jadval qilib sizga taqdim etadi. Mana juda ham yaxshi ma'lumot olish bo'ladi. SEO uchun promptlarda mana nimalar kelyapti? X haqidagi, X degani istalgan narsa. Blog post uchun SEO optimallashtirilgan 10 ta sarlavha bering. Ya'ni 10 ta mavzu. Masalan, istalgan narsa bo'lishi mumkin. Masalan, siz sayohat bo'yicha kontent olib borasiz. Masalan, sayohat, sayohat haqida blog post uchun SEO optimallashtirilgan 10 ta sarlavha bering deymiz. Mana ketdi mana. Bizga sayohat bloglari uchun 10 ta SEO sarlavha. 2025 uchun O'zbekistonda eng arzon sayohat yo'nalishlari: Turkiyaga sayohat qilish, O'zbekiston ichki turizmi, yakkaxon sayohat, pasportsiz borish mumkin bo'lgan 5 ta mamlakat va hokazo. Pulni tejashning 15 ta aqlli usuli. Ko'ryapsizmi? Juda yaxshi mavzular beryapti. Ular bemalol kontentingiz bo'yicha olib borishingiz mumkin va shu SEOni shu orqali yo'lga qo'yasiz. Ularda jurnalistika sohasida daromadni oshirish uchun foydalanilgan bo'lgan 10 ta usulni toping. Juda yaxshi savol. Instagram akkauntni qidiruv tizimi natijasida yuqori o'rinni egallashi mumkin. Qanday qilib? Xo'p, mana Instagram ishlatadiganlar bo'lsa, bu qiziq bo'lishi mumkin va so'rab ko'raman.
Ha, men u yoqdan skrin olganimda rasmam qo'shib tushyapti va u rasm qabul qilmagani uchun qizil anaqa chiqyapti o'rtada. Hayron bo'lmayman nimaga qizil chiqayotganiga. Ho'p, mana SEOdan maslahatlar. Instagram username mana optimal username bo'lsin deyapti. Bio qismini kalit so'zlar bilan boyiting. Info Instagram profilingizga kalit so'zlar bo'lishi kerak deyapti. Keyin caption postlaringizda ham kalit so'zlar ishlating deyapti. Lokatsiyalarni hashtag bilan kiriting deyapti. Ya'ni O'zbekistonda bo'lsa O'zbekiston, sayohat bo'lsa sayohat yoki masalan Vyetnamga borgan bo'lsangiz, Vyetnamlarni tag bilan yozsangiz, shu qidiruvlarga sizni videolaringiz ham chiqib boshlaydi. Qidiruv tizimida yuqori o'rinlarni egallashni xohlasam, qanchalik tez yangilab turishim va yangi kontent qo'shishim kerak? Mana shu savol ham qiziq. Tak, ko'ramiz. Ham qizil narsani tushuntirdim. Tez kontent joylash, haftasiga 3 ta 5 ta, Reels 2 ta 3 ta, jonli efir 1-2 marta bo'lib turishi kerak deyapti. Blogda YouTube uchun mana har bitta ijtimoiy tarmoq uchun kontent joylanishini tushuntirib beryapti. Juda ham muhim bu raspinaga amal qilish. Keyin kontent kalendar tuzing deyapti. Qaysi haftaning qaysi kunida nima qilishingiz. Mana shu juda ham muhim deb shuni aytyapti-da, mana. YouTube uchun e'tibor bering. Video haftada bitta yoki ikkita chiqarish kerak, doimiy. Muhim. Shorts bo'lsa, qisqa video bo'lsa haftasiga 2-3 ta yoki har kuni bittadan. Juda ham muhim mana shu narsa. Agar to'liq shu narsaga amal qilsangiz, kontentingiz aniq ko'tariladi. Keyingisi marketing va copywriting uchun promptlar. Ya'ni marketing va copywriting sohasida bizga kerak bo'ladigan so'rovlar, eng ko'p, eng foydali ishlatilayotgan so'rovlar, promptlar. Mana menga biznes turini kiritasiz, xizmat, maqsad auditoriyangizni kiritasiz va bosqichma-bosqich marketing rejasini ber desangiz, marketing rejasini tuzib beradi. 20 soniyalik reklama uchun ssenariy yarating. Ssenariy yarattirish X-dan Y-gacha bo'lgan eng yaxshi copywriter formulasi qaysi? X-dan Y-gacha deganda masalan nimadan nimagacha? Masalan, yangi ochilgan Telegram kanaldan 100 ming odamgacha deb yozsangiz bo'ladi yoki monetizatsiya ancha yangi ochilgan kanaldan oylik $1000 daromadga kelguncha bo'lgan Instagram sahifa uchun copywriter formulasi deb so'rashingiz mumkin. X va Yda o'zingiz qo'yasiz. Birinchisini ishlatib ko'rsatib beraman sizlarga. Mana yozaman. Biznes turini yozish kerak. Menga biznes turini o'chirib turib, masalan, nima bo'ladi? Shirinliklar. Shirinlik xizmatini maqsadli auditoriyaga yozamiz. Yoshlar uchun bosqichma-bosqich marketing rejasini bering deb berdik. Xo'p, bu 16 yoshdan 30 yoshgacha bo'lar ekan, mana beryapti. Maqsad nima? Yoshlar orasida mashhur bo'lish, ko'proq buyurtma olish va brendni tan olishga erishish. Birinchi hafta uchun reja beryapti. Qarang, nima qilish kerak? Brend nomini yaratishingiz kerak, logotip bo'lishi kerak, esda qolarli zamonaviy shirinliklar bilan bog'liq bo'lishi kerak. Instagram, TikTok, Telegram kanallar ochasiz, deyapti. Sifatli fotosuratlar olasiz, telefon kamerasi zo'r bo'lishi kerak, tabiiy yorug'lik yetarli bo'lishi kerak. Narxlar jadvalini yaratasiz. Menyu tuzasiz, PDF va Canva'da vizual ko'rinishlarda bo'lsin. Ikkinchi bosqich auditoriyani jalb qilish. Birinchi va 4-chi haftalar. Strategiyalar tuziladi, Instagramda shortslar yuklab boriladi 1 minutlik, giveaway aksiyalar bo'ladi, hashtaglar bilan berasiz, so'rovnomalar qilasiz. 3-chi bosqich sotuvlarni ko'paytirish, 1-3 oy orasida. Amaliy taktikalar qilasiz, buyurtmalar, chegirmalar berasiz, tematik shirinliklar, story orqali bepul yetkazib berishlar, talabalar uchun maxsus promo kodlar, Google Form orqali buyurtma tizimi oddiy va bepul bo'lishi kerak. Mijozlarni ushlab qolish 3-6 oyda sodiqlikni oshiruvchi usullardan foydalanasiz. 5-bosqich kengaytirish va brending 6-oydan keyin qadamlar mini brending qadoqlari, mahsulot videolari, mini vloglar, ko'rgazmalar va offlayn tadbirlar. Onlayn emas, offlayn tadbir, ya'ni festivallar, talabalar yarmarkalarini uyushtirasiz. Ko'ryapsiz, dahshat. Hop, keyingi soha vakillari bu biznes uchun promptlar. Bunda mana birinchi savol, menga xodimlarni qoniqishini oshirish uchun 10 ta ijobiy usulni ber deb so'rasangiz, juda yaxshi usullarni topib beradi. Soha yo'nalish, qanaqa korxonaligini yozishingiz kerak albatta. Kompaniya marketing harakatlari o'z samarasini berayotganini qanday aniqlash mumkin? Qanday qilib korxonalar mijozlar bazasini kengaytirish uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishlari mumkin? Mana ko'ryapsiz, juda ham foydali va bundan yaxshiroq promptlar ham topishingiz mumkin siz. Keyingi soha, rasmda ko'rishingiz mumkin, bu soha talabalar. Talabalar uchun eng yaxshi GPT takliflari. Ya'ni promptlar birinchi mana mavzuni kiritasiz va bu haqida munozarani boshlash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan savollar ro'yxatini tuz desangiz, sizga juda yaxshi savollar ro'yxatini tuzib beradi. Mavzudan kelib chiqqan holda. Va keyingisi mavzuni kiritgan holda qo'shimcha o'qish uchun manbalar ro'yxatini tuz. Ya'ni siz
bir sohani o'rganyapsiz va bu sohadan e, yaxshi adabiyotlar topolmayapsiz yoki bilmayapsiz, to'xtab qolyapsiz. Shu holatda sizda mana shu juda yaxshi yordam bera oladi. Mana ya'ni masalan, siz jurnalistika sohasidasiz. Ho'p, jurnalistikadan keyin mana qo'shimcha o'qish uchun manbalar ro'yxatini tuzib berdik. Ho'p, menda ikkita variant ketdi. Mana bunday holatlar bo'lsa, ikki xil variantda sizga taklif qilayotgan bo'ladi. Ya'ni siz ikkitadan bittasini tanlab olishingiz kerak. Jurnalistika asoslari bor ekan, Akrom Maliyev kitobi. Faqat o'zbekcha demabmiz. G'aybulla Salmonovni jurnalistikaga kirish kitobi bor ekan. Jurnalistika etik masalalar haqida darslik bor ekan. Onlayn kurslar, veb-sayt, bloglar mana sizga juda ham ko'p informatsiya beryapti. Endi uchinchisi, foydalangan adabiyotlar kiritilgan holda ularni alfavit tartibida saralab bering. Mana shu narsani o'zim kiritdim. Ya'ni siz maqola yozgan bo'lsangiz, 5 ta 10 ta foydalangan adabiyotdan foydalangan bo'lishingiz mumkin. Shu holatda siz da muammo bo'ladi. 10 ta kitob ishlatgan bo'lsangiz, foydalangan adabiyotlar 10 tani bergansiz va ularni ketma-ketligi shunchaki randomniy qo'yilgan bo'ladi. Qo'ygan bo'lish ehtimoli katta. Shu holatda sizga topshirgan joyingizda maqola Adan N'gacha lotincha ko'rinishda va kirilskiy ruscha ko'rinishda qilib alfavit tartibida qo'yib ber adabiyotlaringni deydi va bu ancha vaqt oladi. Masalan, 30 ta 40 ta ham kitob bo'lishi mumkin. Shu holatda siz aynan ro'yxatda bergan holda ChatGPTga mana foydalangan adabiyotlar kiritgan holda alfavit tartibida saralab ber desangiz, juda ham shunaqa ishlarni zo'r qiladi bu. ChatGPT uchun eng yaxshi ovqat pishirish uchun promptlar. Ya'ni bunda mana menga ushbu ingredientlar bilan tayyorlanishi mumkin bo'lgan retseptlarni bering va qavsi ichiga ingredientlar ro'yxatini kiritasiz. Ya'ni masalliqqa nimalar ketdi, masalliqlar nimalar borligi. Masalan, mana buni tanlab qo'yib, mana yozaman mana bu shuni va mana qavs ichiga yozaman. Tak, menda nimalar bor? Shundan nima pishirsam bo'ladi deb berishda bu. Masalan, e, hop, qo'y go'shti, tuxum, tak, paxta yog'i, yo, no, yog' de, yog', tak, sabzi, karam, piyoz, olma, sut deb berdim. Mana ataylab har bir narsa qildim. Va 4 xil taom tayyorlashni beryapti. Qovurilgan qo'y go'shti bilan karamli dimlama. Qovurilgan qo'y go'shti bilan karam dimlagan ovqat bor ekan. Mana qanaqa tayyorlanishgacha qilib berdi. Bizga nima? Qo'y go'shti, piyoz, sabzi, karam, yog' kerak bo'lar ekan. Tuxumli sabzavotli omlet. Tuxum, sabzi, karam, piyoz, sut, yog'dan qilsak bo'lar ekan. Mana tuxum sut bilan aralashtirib ozroq tuz solasiz. Sabzi, karam mayda qilib to'g'rab 5 daqiqa qovurasiz. Piyozni qo'shib 3 daqiqa davom pishiring. Ustiga tuxumli aralashmani qo'yib, qopqog'i yopib, pastroq 10 daqiqa deb. Omlet degani tagi quymoqni boshqacharoq versiyasi. Qo'y go'shtli va sabzili sho'rva, olma bilan karamli salat, salqin taom ekan, ajoyib.